Yuragida o'ti borlar ko'rsin, faqat mashinani zveri BYD ham 3.9 bo'ladi. Bo'lsa sizlarga bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Idealniy narxda polni navorot 3.9 BYD ham. Egalariga 60 mingdan oshuvga aylangan mashinani teng yarmidan ham arzoniga berib yuboradigan joyi kelib qoldi. Polni broneplyonka, polni navorot, diska, balon, hamma narsasi yangi, Brembo tormoznoy и perforatsiyali oporniy mashina eng full pozitsiyada. Kelasizlar-yu, hech qanaqa qilt etgan joyi yo'q, tiniq. Polni black pianoli qilib qo'yilgan, tonirovka ruxsatnomalari bor. Polni navorot mashina, kelasizlar, olasizlar, haydab ketasizlar. Ulgurdi, zo'r narxga qo'yganmiz, BYD ham qo'yganmiz, sira sotilib ketyapti. Okalar tez ulgurib qolasizlar, xudo xolasa BYD ham qidirib yurganlarga jo'natib qo'yaveramiz. Mashina idealniy sostoyani, eng full pozitsiyasi. Mana 3.9 mana. Mana ham knopkasi bo'ladi 3.9 da. Orqa sidenalari orqa oldiga yuradigani. Mashina 39 ming probegda, svejiy sostoyani, qimmat nakitga poliklar qo'yib qo'yilgan mashina mana. Polni karbon detallari mana. Lavitlari karbon bo'ladi mana. Mashina svejiy holatda, polni navorot. Mana lyuklarni ochib qo'yib shaharda surib yuradigan mashina mana shu bo'ladi. BYD ham 3.9. Bitta like bosib qo'yasizlar, idealniy sostoyanida narxi 28 ming dollarga berib yuboramiz. Tez ulgurib qolasizlar, 39 ming probeg, 3.9 BYD ham. Kraskasi absolyutniy top toza bosib yuborasizlar.